Menga qarang, qanaqa maktab bu? 3 oydan beri o'g'limda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Sizni tushundim. Bilasizmi, men qancha pul to'layman? Tinchlikmi? Ana ustoz bilan gaplashing. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kim bo'lasiz siz? Men o'qituvchi bo'laman. Men Zokirov adasiman. Zokirovning otasi. Tushunarli. Hammasi joyida, ishingizni qilib, xonada gaplashib olamiz. Xo'p. Maylimi xonaga chiqsak? Biron nima zarur Yur. bo'lsa aytasiz. Hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. Mana bu aljabr maktabi. Mana bu bo'lsa ta'lim tizimi. Keyingisi o'qituvchi va eng so'ngida esa sizning farzandingiz. Endi bularni hammasini bir joyga jamlasak, necha soni paydo bo'ladi? Son yo'q, hammasi 0. Ana endi eng asosiy joyga keldik. 1. Bu ota-ona. Agar mana shu ota-ona o'zi bu nollarni nazorat qilmas ekan, mehnat, sharoit, ta'lim barchasi 0 bo'lib qolaveradi. Ramazon? Qachon oxirgi marta adang bilan dars qilding? Endi sizga savolim bor. O'g'lingiz hozir nechinchi sinfda? 3-sinfda. Nima ahamiyati bor buni? Dada, bu yil 5-sinf bo'ldim. Nima? Katta yigit bo'lib qoldi. Uzr, darsim boshlandi. Menimcha savollaringizga javobni oldingiz. Sog' bo'ling.